3 xonali domni puliga 3 xonali hovlisi bilan birga 2 sotiqlik kottej sotuvga chiqdi. Video obzorini tomosha qiling, marhamat. Kiraverishda kalidor. Chap qo'lda detskiy xona qilsangiz ham bo'ladi, spani qilsangiz ham bo'ladi. Remontlari yomon emas. Va'da bo'lsa remont qilingan. Xo'p. O'ng tomonda mehmonxona. Remontlari yashasa bo'ladi. Faqat u yoq bu yoqni tozalab, chiroyli qilib qo'yish kerak. Bu yoqda spalni. Kuxnya xonasi remontlari aktiv holatda turibdi. Bitta xolodilnikda olaman dedilar. Kuxnya naborlari, gaz plita, suv, svet, gaz hammasi ishlab turibdi. Va sanuzel hojatxona bitta. Sharoitlari yaxshi. Hovliga chiqishda imkoni bo'lmaganligi sababli qisqagina ko'rsatib o'taman. Hovliga ham 2 soat, 3 soat yaxshigina mehr bersa chiroyli bo'lib qoladi. Hovlilari, holatlari yaxshi. Daraxtlari o'sgan, tayyor holatda.